Bir qo'li yo'q qaynonam insultdan keyin endi bu ishni qila olmaydi deb o'ylagandik. Avvallari bir qo'lning kafti bo'lmasa ham qo'l tepa qismi bilan chuchvara tukkanini, shu bir qo'lida erimni yedirib, ichirib katta qilganini eshitganman. Hatto katta boltalarda o'tin ham maydalaganini. Lekin insultdan keyin endi hech qanaqa ishlar qila olmaydi deb o'ylardik. Hamma yaqinlari ham shunday o'ylardi. Bugun esa qaynonam biz bilan birga chuchvara tugdi. Bir qo'lida sekin, hech qanday yordamsiz, jimgina. Va o'sha payt men bitta narsani angladim. Biz charchadik deymiz, bahona qilamiz, hayotdan noliyveramiz. Lekin bizning qo'limiz butun, yoshmiz, sog'lommiz. Bu video chuchvara haqida emas, bu shukur haqida, bu iroda haqida. Agar bugun qo'lingiz harakat qilayotgan bo'lsa, bugungi kuningizda baxtli bo'lishga sabab ko'p. Bu videoni kimga baxt tilasangiz yuborib qo'ying.